so'yishlik uchun atalgan, butlarga so'yishlikka atalgan qo'ylarni haydab borar edi. Ularni ko'rib turib aytar edi: "Ey Qurashliklar, bu qo'yni Alloh yaratgan bo'lsa, osmondan suvni tushirib berayotgan Alloh bo'lsa, ko'katlarni undirib berayotgan Alloh bo'lsa, shukronasiga Allohga so'yishni o'rniga bu qo'yni butlarga atab so'yasizlarmi?" Hali Rasululloh yuborilganlari yo'q, hali islomga da'vat qilingani yo'q. Bu qissa nimaga dalolat qiladi? Shuncha ne'matni Alloh o'zi bergan bo'lsa-yu, sizlar uni qo'yib boshqaga sig'inayotgan bo'lsanglar. Payg'ambarimiz aytganlar: "Kullu mavludin yuladu ala fitratin." Har bitta chaqaloq fitratda dunyoga keladi. Pokiza fitratda dunyoga keladi. Islomiy fitratda dunyoga keladi. Rasul aytganlar: "Bas uni ota-onasi yo yahudiy qiladi, yo nasroniy qiladi, yo majusiy qiladi." Odam bolasimi? Millati, dini qanaqa bo'lishi